Do'stlarim suhbati qaynoq, kulgu sevarlarga bo'lishar o'rtoq. O'g'ri so'zni hajilga qilishib niqob, yuzlariga tortishar uloq shapaloq. Kiring. Hasanboy aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, va alaykum assalom. Keling. Nechun biz g'ariblarni yo'qlab qolibsiz? Ha, endi ozgina diydorlashaylik. Bir yo'qlab keldik-da aka, ancha bo'ldi sizlar ko'rishmaganimizga. Idorangiz rosa qorong'u, birorta chiroq ishlamayapti. Koridorda svetini tejashchi o'chirib qo'yganmisizlar desam, sizni xonangizda ham chiroq yo'q. Nima? Tok o'chganmi? Ha, tok bor. Bu to'lashga pul yo'q. Ha. Keyin mana bu telefonimga fonarni yoqib zo'rg'a topib oldim xonangizni. Idorangizga kirishdan boshlab hamma eshik ochiq. Nima? Qulf yo'qmi? Qulf ham bor, topsa bo'ladi. Lekin qulf olishga pul yo'q. Ha. Keyin idorangizda sizni so'ray desam, birorta odam yo'q, birorta xodim yo'q. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Nima u xodimlar qayergadir ketishdimi? Yo'q, hech yoqqa ketgani yo'q. O'z hisobidan ta'til berib yubordim. Nimaga? Ha, ularga ham oylik to'lash kerak-ku. Oylik to'lash uchun ham pul yo'q. Ha. Mana idorangiz atrofi chiqindi bosib ketibdi. Zo'rg'a sakrab o'tib keldim. Nimaga bu chiqindilar? Ha, bu agar hammasini chiqindilari uyadigan bo'lsak, bir 2-3-4 mashina chiqindi chiqib qolishi mumkin. Lekin o'sha chiqindilarni ham olib chiqib ketish uchun pul yo'q. Ha. Idorangiz atrofida rosti bir fayz qolmabdi. Birorta daraxt, birorta gul yo'q. Endi ko'chatga ham, gulga ham pul kerak-da. Pul yo'q. Ama idorangiz atrofi ham, kirib kelish ham hamma joy uydim, chuqur, loy, qum. Bu asfalt qilish kerak-da buni. Endi asfalt qilishga ham pul yo'q-da, uka. Hasanboy aka, pul yo'q devermang, qunt yo'q deng. Bu nima deganingiz? 4 ta bolam bor. Asosiy masala 4 ta bolani boqish. Ularni katta qilib uyli joyli qilish. Bu idora mendan oldin ham bo'lgan, mendan keyin ham bo'laveradi. Idora kutadi, lekin bolalarim kutmaydi. Sizdan o'rganishimiz kerak ekan ishlashni. Yangi yil ham yaqinlashib qoldi uka. O'tgan yili birga yangi yil kutganmiz, esingizdami? Esimda. Ana bu ayol bor ekan, yolg'iz ayol. Shuni uyida kutuvdik. Ha, esimga tushdi. O'tgan yili. Ichib olib, mast bo'lib, men sizni yaxshi ko'rib qoldim, sizga uylanaman, sizdan go'zalni ko'rmaganman deb rosa quloqqa lag'mon yildingiz. Esimda. Endi nima qilay? Endi oxirida boplabsiz-ku. Nima qilibman? Oxirida meni ismimni aytib, meni telefon raqamimni tashlab ketibsiz-ku. Nima, militsiyaga yozib beribdimi? Yo'q. Ha. Xullas, bitta chet ellik boy odamga turmushga chiqib ketibdi. Yaxshi bo'pti-yu. Hech narsang kerak emas. Uy joyingni o'sha qoldirib kelaver debdi. U bechora ayolda hech kimi yo'q ekan. Sizdan shirin gaplar eshitdim. Sizdan faqat shunaqa gaplar eshitganim uchun faqat sizga tashlab ketaman uy joyimni deb, men nomga rasmiylashtirib ketibdi. Rahmat sizga. Men seni ukam desam,
Firibgar ekansan-ku. Hey! Ahmoq bo'lmasam, sen bilan ham boraman bir joyga. Endi hech joyga bormayman sen bilan, firibgar. Qaytarasan. Albatta sizlarning ishonchingizni oqlayman. Meni saylab adashmadingiz. Albatta bu hududda hammasi yaxshi bo'ladi. Men bu uchun harakat qilaman. Rahmat. Rosiyam zo'r nutq bo'ldi. Maza qilib so'zlagan nutqlaringizni eshitib, maza qilardim. Gap yo'q. Hammasini yozib oldingizmi? Ha, yozib oldim. Juda yaxshi. Rasmlarga ham oldingizmi? Ha, oldim. Juda yaxshi. Bilasizmi Hasanboy aka? Ba'zida hech narsa qilmayotganimdan ozgina ko'nglim og'riydi. O'ylanib qolaman. Lekin bu uchun oylik olayotganimni eslasam tinchlanaman. Kayfiyatim ko'tariladi. Qani, bo'lmasa keyingi manzilga olg'a. U yerdagi nutqimni yozishingiz shart emas, chunki bu yer bilan bir xil bo'ladi. Ketdik. O'zini kimligini tan oladigan deputatlar ham bor ekan-ku. Shoshmasdan ayting-da endi. Hormen Ergashvoy. Meni ismim Ergashvoy emas. Men sizga aytayotganim yo'q. Men Mo'minga aytyapman. Yaxshimisiz Ergashvoy? Mani ismim Ergashvoy emas. Mani ismim Munisa. Nimaga unda erimni telefonida san isming Ergashvoy deb yozilgan? Tushunarli. Siz Anakondasiz. Anakonda? Nima? Nima deganing u? Chunki u kishini telefonida siz Anakonda deb yozilgansiz. Nima? Qani, javob berasanlar. Sen parazitlar jonimga tegding. Uzr ukam, uzr. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tushunadigan bolaga o'xshaysiz. Sizga bir savolim bor edi. Parazitlar eng ko'p qaysi organda bo'ladi? Parazitlar ichki organlarda bo'lsa kerak. Bilmas ekansiz ukam. Davlat organlarida bo'ladi. To'g'ri gapsiz. Mana shu xonaga 2 oydan beri qat'iyman, lekin ishim hal bo'lmayapti. Gapingizda jon bor. Keyin bilasizmi? Yaqinda zo'r voqea bo'ldi. Biz ishlaydigan ishxonada buxgalter ishga kirdi yangi. 1 yilga bormay, mashina oldi. Uchastka qurdi. Zo'rib ketib qoldi. Kal. Chet elga borib, palon $1000 pulga soch ektirib keldi. Jingalak soch. Keyin ishxonada kamomad chiqib, qamalib ketdi. Nima qildi? Qamasa qamalibdi-da. 1-2 yilda chiqib keladi, keyin yashirgan pullarni hammasini mazza qilib ishlatib yuradi. Yo'q, qiziq joyi bo'lmas-da. Boyagi ektirgan sochi bor-ku, jingalak. Hammasini qamoqda qirib tashashdi. Bu nima maynovatchilik? Bu nima maynovatchilik? Nima? Bizda bola chaqamiz yo'qmi? Oilamiz yo'qmi biza? Qachongacha oylik bermasdan bizni ishlatasiz? Qachon oylik berasiz? Qachon? Namuncha,
Odamni qo'rqitib yubordingiz-ku. Oyligini beramiz. Qolib ketmaysizlar. Qachon? 4 oy bo'ldi oyliksiz ishlayapmiz. Qachon? Buxgalter yo'q. Kelsin. Ha, buxgalter janobi oliylari har doimgidek sayohat yuribdi. Biz bechoralar bu yerda itday ishlayapmiz, shunaqami? Yo'q, sayohatga ketmagan. Qaniydi sayohatga ketgan bo'lganida. Ha, demak, yana birorta bir o'g'ilchasigami, qizchasigami to'y qilyapti. Shunaqami? Yoki ta'tilga chiqdimi? Qanaqa ta'til? To'y ham emas, ta'til ham emas. Yo'q, hech qayerda yo'q. Qayerda unda? Chumolimasdir yer tagiga kirib ketadigan. Qidiruvda. Qidiruvda? Topilsin unda tezroq. Qidiruvda bo'lsa topilsin. Yo'q, topilmasin. Nimaga? Sizga oylik kerak emasmi? Yo'q, menga ozodlik kerak. Buxgalterda ozib bo'shroq. Kimlarning qo'lida ishlayapmiz? Nima qilyapsiz? Qorbobo yasayapman. Aka, yosh bolamiz siz, qorbobo yasayapmanmish. Undan ko'ra qor qiz yasasangiz bo'lmaydimi? Bundan 3 yil oldin qor qiz yasaganman. Ha, 3 yil oldingi bo'lsa, ancha bo'lgan bo'lsa kerak, erib ketganiga. Ha, o'sha qor qiz bilan yashayapman-ku hozir. Yo'q, bo'lmasa biz ham bu yangi yil ehtiyot bo'lar ekanmiz-da qor qiz yasashdan. Mayli, gaplashamiz. Alo? Opa, yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Kelyapsizmi? Ha, rosa zerikib ketdim. Tezroq keling. Kutyapman sizni. Xo'p. Rosa kutib o'tirdim. Qayerda edingiz? Bittiga soch qo'ygandi. Ko'rishaylik deganda uchrashib kelyapman. Qanaqa bo'ldi uchrashuv? Bo'mog'ir bola ekan. 5 marta shapaloq urdim yuziga. Nima, sizga shilqimlik qildimi? Tegajonlik qildimi? Voy yo'q. Har 5 minutda uxlab qolar ekan. Shapaloq bilan uyg'otdim 5 marta. Uyg'otish ham qiyin ekan. Tuni bilan uxlamabdi. Nima, kecha ishlarkanmi? Voy. Yo'q. Gaz zapravkada ertalabgacha o'chirta turar ekan. Bir kofe ichmaymizmi, jonginami? Xo'p, bo'ladi. Hozir damlab kelaman. Xo'p. Shakar kamroq bo'lsin-a? Alo. Mehruz, Aka, charchamadingizmi, tuzukmisiz? Nima gaplar? choyxonaga yig'ilyapmiz, borasanmi? Choyxonaga boraman aka. Yangi uylangansan, borasanmi, yo'qmi? Kelin ruxsat beradimi, yo'qmi? Shunga bir ikkilanib telefon qilyapgandim. Nima kelin? Kelin kutadi-da. Men endi uylanib, erkakchilikdan chiqib ketmayman-ku. Erkakmiz-ku. Boraman albatta choyxonaga. Ertalabgacha bo'lsa, ertalabgacha o'tiramiz kerak bo'lsa. Hech xavotir olmang. Ha, erkak, malades. Erkak shunday bo'ladi-da. Bo'ldi aka, choyxona soat nechida, qayerda bo'lishi, aniq bo'lishi bilan telefon qilib yuboring, gap so'z yo'q. Bo'ldi, o'tirganimizdan keyin qayerdaligimizni aytaman. Xo'p, bo'pti. Alo. Aka. Mehruz kelyapsan, kutib o'tiribmiz-ku. Nima deyapsiz? Aka, men uylanganman. Uyda xotinim bor. Xudoga shukr,
Xotinim ovqat qilib beradi, och qolgan joyim yo'q, yo choyxona ko'rmagan joyim yo'q. Men qanday xotinimni yolg'iz tashlab ketaman? Boya boshqacha aytganing, seni ham hisoblab osh aytib qo'yganmiz choyxonaga. Kelmaysanmi? Aka, iltimos. Bizni baxtli oilamizga ta'sir o'tkazmanglar. Bezovta qilmang, iltimos. Choyxonaga borish niyatim yo'q. Bardam bo'l ukam. Sog' bo'l. Ikkinchi menga telefon qilib, baxtli oilamga o'z ta'sirlaringizni o'tkazmang. Menga boshqa choyxona kerak emas. Uyda ovqatlanaman. Meni haqiqiy baxtim ko'chada emas, choyxonada emas, yonimda o'tiribdi. Ukamizni ham berib qo'yibmiz-ku. O'zimni vafodorim. Boshliq, Nima gap? Benzin bormi? benzin? Ha? Ha? Gentrada 80 $, bak to'la. Kobaltda 92, bak to'la. Ana Inamarkez bor-ku, unga 95, bak to'la. Otilib chiqib ketyapti. Yaxshi. Mana unga gazni ham to'ldirib qo'yganman. Hamma narsa bor ekan. Nega internetda jar solib yotibdi? Benzin yo'q, gaz yo'q deb hamma joy vahima. Bilmasam boshliq, bilmasamman. Mana sen oddiy odam, oddiy haydovchi sifatida aytchi. Mana shu kamchiliklarga men neft bazani direktori bo'lib javob berishim kerakmi? Yo'q, javobgar emassiz. Bunga mas'ullar javob bersin, to'g'rimi? Albatta, to'g'ri. O'g'ilcha keladi. Uni ham balkini to'ldirib bersin, xo'pmi? Bo'ldi, hop. Ketdik, hayda. Hop. Xo'sh, demak, yangi yil yaqin. Endi yangi yilga yaxshi dasturxon qilishimiz kerak. Endi qarindoshlar kelishi mumkin, tanishlar kelishi mumkin. Lekin alohida e'tibor berasan, yangi yil dasturxonida ham, taomlarda ham qo'y go'shti umuman bo'lmasin. Dadam yoqtirmaydi, bilasan-ku. Dadingiz faqat qo'y go'shtini emas, meni ham yoqtirmaydi. Keling, yangi yil kuni boshqa yoqqa keta qolaylik. Adizlar bilasiz, meni qilgan ishlarim ham yoqmaydi, qilgan ovqatlarim ham yoqmaydi. Xullas, chiqisha olmaymiz. Nuqul ishimdan ayb topadilar. Narsa pishirsam yoqtirmaydilar. Qachon qarasa tergagan. Undan ko'ra ikkalamiz u yoqqa yengillik kutgan boraylik. Endi kelisha olmasang, ko'ngliga yo'l topgin, amallagin, ko'nglini ovla. Mana bayram, sabab. Yangi yilda sovg'a beradi hamma bir-biriga. Bitta kostyum shim tikib ber dadamga. O'zing tikuvchisan-ku. Shu bahonada kelishib olasizlar. Razmerlarni bilmayman-ku. Menakini bilasan-ku. Sizga kostyum shim tikmaganman. To'g'ri, menga kostyum tikmagansan-ku. Uni yo'li bor. Bitta metro olasan. Uxlab yotgan paytdan foydalanib, shunda o'lchab olasan o'zingga kerakli joylarni. Tamom. To'g'ri. Unda men o'lchab kelay. Uxlab o'tadilar. Ha, dushman kelin. Xalqda menga kafan bichmoqchimisan? Yo'qol uyimdan. Kim bor? Qizim. Kelin. Voy jonim. Nima bo'ldi dadajon? Nima bo'ldi dadajon? Voy dadajon, nima bo'ldi? Zaharlandim shekilli. Nimadan zaharlandingiz? Qo'zg'orindan. 3 kun oldin ham qo'ziqorindan zaharlangandingiz-ku. Nimaga yedingiz yana? Shu qo'zg'orinni qolganini yeb qo'ygandim. Uvol bo'lmasin deb. Hozir yugurib borib dorixonadan dori olib kelaman sizga dadajon. Yo'q. Dori olib kelma. Oyingdan qolgan dorilar bor. Uvol bo'lmasin.
o'shani bera qol. Sizdan 1 million 200 bo'ldi. A? 1 million 200. 1 million 200. Seni siz to'g'ri tushuning. Menda unaqa pul yo'q. Men 1 million 200 to'lay olmayman. Pulingiz yo'q bo'lsa rahbar chaqiraman. Rahbar bilan kelishib olaverasiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi rahmat. Yaxshi o'tirdim. Ha, senimiz 1 million 200 bo'ldi sizdan dedi. Menda unaqa pul yo'q ukajonim. Mayli aka, yoshingiz katta ekan, hurmatingiz bor. Shu mayli choyxonamiz nomidan endi ehson ham kerak, Nigoraxon. Shu 600 mingni bersin. Rozimiz aka. Tushundik sizni. O'sha pulim yo'q-da menda. Xohlaysiz mana paltomni tashab ketaman. Bundan boshqa hech nimam yo'q. He, mana aka kecha berib ketgan paltoni hali pulini olib kelgani yo'q, kiyib yuribman. Kerak emas paltoyingiz. Mayli, qizlarimiz xizmat qilib endi Nigoraxonlar harakat qilyapti. 150 ming so'm bering, mayli. Ukam. Bir so'm pulim yo'q. 150 ming yoqda tursin. Pulim yo'q, pulim. Siz to'g'ri tushuning. Qanaqa odamsiz? Pulingiz yo'q ekan. Nima qilasiz qimmat oshxonaga kirib? Yana qarang, yegan narsalaringizni qarang, ye. Limon, choy, kofe. Insof bormi o'zi? Pulingiz yo'q ekan, nima qilasiz kirib? Insondan azizmi shular? Nima qilibdi? Qimmat oshxona bo'lsa, odam o'zi uchun ayamasdan yeyish kerak-ku. Tushundim men sizni. O'zingiz uchun yashang, faqat bizni pulimizga yashamang. Insof bormi o'zi? Hammang bitta gapni qaytarasanlar. Yashashga qo'yasanlarmi o'zi? Hazilkash do'stlarim suhbati qaynoq, kulgu sevarlarga bo'lishar o'rtoq. O'g'ri so'zni hajilga qilishib niqob, yuzlariga tortishar uloq shapaloq.